Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz bir ekspertdan hattosi ro'yxatdan o'tish va pul chiqarish tushuntirib o'taman. Bu yerda ikki bosqichdan ro'yxatdan o'ting deyapti. Biz esa ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda 4 bosqichda ro'yxatdan o'ting. Bizga eng oson usuli bir bosqich. Oson va tez. Bu yerda birinchisi O'zbekiston deyapti. O'zbekiston turibdi. Ikkinchisi so'm. Rublda o'ynasangiz ham bo'ladi. So'mda turibdi bu yerda. Uchinchisi o'z avtomatik sportda turibdi. Almashtirsangiz ham bo'ladi buni. To'rtinchisiga promokod degan joyiga aziz do'stlar 1x chiziqcha 14.20 xuddi shunday kiritasizlar. Keyin mana bu yerda pastdagi katakchalarni barchasini bitishga qilib chiqamiz. Barchasini to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin mana bu yerga o'tamiz. Keyin mana bosamiz. Mana xuddi shunaqa qilib chiqib qoladigan bo'lsa agar do'stlar, mana bu yerda bossalaringiz o'zlari alohida bo'lib chiqadi. Mana xuddi shunday avtomobil deyapti bu yerda. Avtomobil belgilaymiz. Keyin tasdiqlashni bosamiz. Mana do'stlar, akkauntimizga kirib oldik. Buni galereyangizga saqlab qo'ying. Agar akkauntingiz chiqib ketgudek bo'lsa, shuni tersalangiz o'z holiga qaytadi. Qanday turgan bo'lsa shunday. Keyin bu yerdan keyingini bosamiz. Bu yerdan menyuga o'tamiz. Endi do'stlar, birinchi qiladigan ishimiz akkauntimizni endi o'zimizniki qilib olamiz. Mana bu yerda tepida shaxsiy ma'lumotlar id turibdi. Shu yerga bossalaringiz mana bu yerda qalamcha turibdi. Qalamchani ustiga bosasiz. Bu yerda ism, familiya nima aytilgan bo'lsa barchasini to'ldirib chiqasizlar. O'zlaringiz haqingizda nima aytilgan bo'lsa, keyin mana bu yerda tasdiqlashni bosamiz. Stilka belgisini bosganlaringizdan keyin do'stlar, mana bu yerga o'zlaringizni ism, familiyangiz chiqadi. Keyin bemalol hisob to'ldirishingiz mumkin, pul chiqarishingiz mumkin. Pul chiqarishga keladigan bo'lsak, mana bu yerda bulutchani ustiga bosamiz. Bosganlaringizda mana birinchisi mana hisob to'ldirish, ikkinchisi mana mablag' chiqarish. Ikkalasi yonma-yon turibdi. Bu yerga kirganlaringizdan keyin mana Uzcard qaysidan pul kiritgan bo'lsangiz o'shanga chiqarasizlar. Bemalol terib. Bu yerda o'yinlarga keladigan bo'lsak, Gamis o'yinlari bor. Kazino o'yinlari bor. Sport, futbol hamma o'yinlari bor. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yingizlar do'stlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.